Ortiqcha vazn, qandli diabet xavfi, yurakda bezovtalik, bosh og'riq, charchoq, qondagi tuzlar ko'payishi. Bu sabzavot bu muammolarga tabiiy yechim beradi. Har porsiyada kaliy, B vitamini, folik kislotasi qon bosimini me'yorlashtiradi, organizmni tozalaydi, ayollar uchun gormon balansini saqlaydi, oshqozonni yengillashtiradi, badanni ichki yog'lardan tozalaydi. Biroq aksariyat odamlar bu sabzavotni pishiraverishdan charchagan. Qovurganda foydasi qolmaydi. Bug'doy yoki duxovkada tayyorlansa, mo'jiza ro'y berishi aniq. Dunyodagi har 3 ta dietologdan 2 nafari shu sabzavotni parhezda doimiy tavsiya qilishadi. Ovqat yeb bo'lib teringiz yaltirasa, bilingki bu o'sha sabzavotning samarasi. Va buncha foydani beruvchi sabzavot bu oddiygina baqlajon. Baqlajon iste'mol qilish ayollar uchun gormonal balansni tartibga soladi. Shishlar, teri yog'lanishi yumshaydi. Erkaklar uchun quvvatni oshiradi, jigar va buyrakni tozalaydi. Ertalabki charchoq va og'riqlarni kamaytiradi. Baqlajon avval Yevropada jinni qiluvchi sabzavot deb atalgan, chunki odamlar to'g'ri tayyorlanishini bilmasdan zaharlanishgan. Uning tashqi qobig'idagi maxsus modda asunin miya hujayralarini qarishdan himoya qiladi. Siz baqlajon haqida yana qanday qiziqarli faktlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.